Ayvashga asos solgan Otabek Jo'rayev yana kun tartibida. U yangi video bilan chiqib, bu safar juda keskin gapirdi. Uning aytishicha, ayrimlar uning nomidan foydalanib ishlayapti. Mening nomimdan foydalanayotgan bo'lsang, soliq to'la yoki sudga beraman. Bu gaplar ijtimoiy tarmoqlarda katta bahsga sabab bo'ldi. Nima bo'lganini videoda ko'ramiz. Mana shu ish to'g'rimi? Nima deb o'ylaysizlar? Mani brendim. Alloh menga mana shu brendni mulk qilib bergan. Mana shu Ayvash yozug'ini men o'zim qo'llarim bilan chizganman. Keyin buni kompyuterga solib, buni patentlashtirganmiz. Bu meni mulkim. Allohning oldida ham, davlatning oldida ham, xalq ham biladi meniki ekanligini. Lekin bu insonga men o'tgan safar ham ogohlantirib ketgan edim. Voy, karvash qilib qo'yibdi. Bitta harfini olib tashlagan Ayvashchi bo'ldi, karvash bo'lgan. Mayli, karvash qilsanglar qilinglar. Lekin logotipni o'g'irlab nima qilasizlar? Endi shu mo'ykani xo'jayini, aka shuncha rasxod qilibsiz. Logotipni olib tashlang. Men sud-putlarga berib o'tirmayman. Agar hozir sudga beradigan bo'lsam, aka mazangizni qochiradi. Bilasiz, o'zingiz ham juda ham yaxshi. Xohlasangiz ham yuristlar bilan bitta maslahat qiling. Franshizamizni qimmat deb o'ylashadi. Yo'q, unaqa emas. 8 ta mo'ykamiz bor O'zbekiston bo'yicha. 5% atrofida olamiz aka. Bunaqa katta ham to'lamaysizlar. Nima qilasizlar bunaqa qilib? Arzimagan summaga farzandinglarga gap kelyapti-ku, mayli deyman-da. Mayli, Allohga kifoya qilib qo'ya qolamiz-a. Sud-put qilib o'tirmaymiz. Oka, yana aytib qo'yaman. Keyin safar yana ko'rib qolganimda shunga o'xshagan holat bo'ladigan bo'lsa, aka siz bilan sudda gaplashamiz. Necha yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan bo'lsangiz, necha pul foyda qilgan bo'lsangiz, aka, foydangizdan normalniy summani undirib berishadi. Ishoning. Men bilaman-ku, bunaqa holatlar ko'p bo'lgan.